Hurmatli talabalar, bugungi fizika fanidan bo'ladigan ma'ruza mashg'ulotimiz, demak, mavzusi qattiq jism fizikasiga bag'ishlanadi va 12-chi ma'ruza mashg'uloti. Ma'ruza mashg'ulotlarini men Komiljon Dushayevich Bobojonov fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori olib boradi. Keling, ma'ruza rejasi bilan tanishib o'tsak. Birinchi, yarim o'tkazish ishning xususiy o'tkazuvchanligi. Ikkinchi, xususiy yarim o'tkazish to'p tashuvchi zaryadlar konsentratsiyasi. Uchinchi, Fermi sathi va uning holati. To'rtinchi, yarim o'tkazgichlarni o'tkazuvchanligi, uning temperaturasiga bog'liqligi. Demak, ko'rayotganingiz, demak, bu yarim o'tkazgichlarning zonalar diagrammasi, ya'ni sohalar diagrammasi deb ataladi va bu yerda o'tkazuvchanlik sohasi, bu yer bo'lsa valid soha deb ataladi va bu yerda o'sha ikkita soha orasidagi taqiqlangan soha kengligi deb ataladi. Demak, 0 kelvinda valent soha elektronlar bilan butunlay to'lgan bo'ladi. Taqiqlangan soha kengligi juda katta bo'lmagan kristal moddalar yarim o'tkazgichlar deb ataladi. Oldingi leksiyamizdan ma'lumki, demak, yarim o'tkazgichlarning taqiqlangan sohasi bu o'sha ma'lum bir diapazonni, energetik diapazonni egallaydi. Rasmda valent soha elektronlar bilan butunlay to'lganligi ko'rinib turibdi. Elektronlarni o'tkazish sohasiga ko'chirish uchun delta E taqiqlangan soha kengligidan kam bo'lmagan energiya berish kerak bo'ladi. Shunda, demak, elektronlar valent sohadan o'tkazuvchanlik sohasiga o'tadilar. Yarim o'tkazgichning tozaligiga qarab ular xususiy yoki kelishmali yarim o'tkazgichlarga bo'linadilar. Birinchisi, kimyoviy toza yarim o'tkazgichlar xususiy hisoblanadi. Ularning o'tkazuvchanligi esa xususiy o'tkazuvchanlik deb ataladi. Elektrofizikaviy xususiyatlari kelishmali atomlar bilan aniqlanadigan yarim o'tkazgichlar, bular kelishmali yarim o'tkazgichlar deb ataladi. Keling, o'sha kimyoviy toza yarim o'tkazgichlarga nimalar misol bo'lishini ko'rib o'tamiz. Ya'ni bularga germaniy, kremniy, tellur, osmos, selen, karbid kremniy, arsenit galliy, arsenit indiyalar kiradi. Demak, absolut nol temperaturada valent soha elektronlar bilan to'lgan valent sohadan yuqorida, demak, E, J energiya masofaga joylashgan o'tkazuvchilik sohasi energiya sathlarga bo'sh bo'ladi. Bu temperaturada elektronlar issiqlik harakati energiyasi, ya'ni taqiqlangan soha kengligidan yengib o'tish uchun yetarli emas bo'ladi. Shu sababli xususiy yarim o'tkazgich xuddi o'zini, demak, dielektrik moddasi kabi tutadi. Temperatura oshishi bilan bo'lsa, demak, uni ta'sirida valent sohadagi elektronlarni bir qismi termik qo'zg'alib, taqiqlangan soha o'tkazuvchilik sohasiga o'ta oladigan energiyaga ega bo'ladi. Bu holda o'tkazuvchilik sohasida erkin elektronlar, valent sohasida esa shu sohani tashlab ketgan elektronlarning bo'sh energetik holatlari hosil bo'ladi va ular kavaklar deb ataladi. Qisqacha xulosa yuqoridagilardan quyidagi ikkita muhim xulosa kelib chiqadi. Birinchisi, xususiy yarim o'tkazgichlarning o'tkazuvchanligi valent sohadagi elektron o'tkazuvchilik sohasiga o'tish uchun yetarli bo'lgan energiya berish uchun hosil qilinadi. Shuning uchun xususiy yarim o'tkazgich o'tkazuvchanligi qo'zg'atilgan o'tkazuvchanlik deb ataladi. Ikkinchi, qattiq jismlarni yarim o'tkazgichlar va dielektriklarga bo'linishi ma'lum bir hisobda shartli tabiatga ega bo'ladi. Uy haroratlarda dielektrik xususiyatga ega bo'lgan olmos yuqori temperaturada sezilarli o'tkazuvchanlikka ega bo'lib, yarim o'tkazgichning xususiy xususiyatini oladi. Xususiy va kam aralashma yarim o'tkazgich elektron yoki kavak gazlarni aynimagan gazlar deb ataladi va ularni holatlar bo'yicha taqsimlanishi, demak, ko'rib turganimizdek, Maxwell-Boltzmann klassik statistikaga bo'ysunadi. Bunda yarim o'tkazgichlar erkin zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi Fermi sathi va temperaturaga bog'liq bo'ladi. Yuqoridagi funksiyaning yechimi o'tkazuvchanlik sohasidagi elektronlar va valent sohasidagi teshiklar konsentratsiyasining ifodasini beradi. Ko'rib turganingiz, demak, elektronlar uchun konsentratsiya n va kavaklar uchun konsentratsiyani hisoblash bo'yicha p berilgan. Bu yerda mu kimyoviy potensial yoki Fermi sathi deb ataladi. Mn va nplar bo'lsa, mos ravishda elektronlar va teshiklarning effektiv
massasidir. Jezi taqiqlangan soha kengayib bitiradi. H Planck doimiysi bilganimizdek, demak, K Boltzmann doimiysi va T termodinamik temperatura. Xulosa, Fermi sathi bilan sohalar orasidagi energetik masofa kengayishi bilan shu sohaga tegishli zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi N va P kamayib boradi. Xususiy yaram o'tkazgichda issiqlik energiyasi va rekombinatsiyasi jarayonlari natijasida, ya'ni valens sohadagi elektronlar o'tkazuvchilik sohasiga o'tishda valens sohada teshishlar hosil qilish natijasida istalgan temperaturada Ni va elektronlar Pi teshishlarning muvozanat konsentratsiyalari o'rnatiladi. Demak, buning asosiy sabablari demak o'sha generatsiya va rekombinatsiya jarayonlari natijasida hosil bo'ladi. Xususiy yaram o'tkazgichda belgilangan T temperatura bo'yicha elektronlar va kavidlar konsentratsiyasining ko'paytmasi o'zgarmas kattalik hisoblanadi va quyidagiga teng bo'ladi. N va P ifodalarini tenglashtirib quyidagiga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Bu tenglamani mu ga nisbatan yechib, Fermi sathi holatini aniqlovchi ifodaga ega bo'lamiz. Ya'ni mu uchun quyidagi tenglama hosil qilinadi. T teng 0 Kelvin temperaturada absolyut nurga teng bo'lganda, demak, Fermi sathi taqiqlangan sohaning qoq o'rtasiga joylashadi. Temperatura ortishi bilan, ya'ni bu yerda kabaklarning massasi o'sha elektronlarning effektiv massasidan katta bo'lgan shart bajarilganda bo'lsa, o'tkazuvchilik sohasi tubiga, Fermi sathi o'tkazuvchi sohasining tubiga intiladi. Aksincha shart bajarilganda valens sohaning shiftiga intiladi. Fermi sathining ifodasi quyidagiga teng bo'ladi va bu yerda N va P ifodalarini qo'ysak, quyidagi natijani olamiz. Va bu ifoda xususiy yarim o'tkazgichda tok tashuvchilarning muvozanatidagi konsentratsiyalari yarim o'tkazgichning taqiqlangan soha kengligi va temperaturasiga bog'liq ko'rinib turibdi. Yarim o'tkazgichning xususiy o'tkazuvchanligi va solishtirma qarshiligi temperaturaga bog'liqlik chizmasi keltirilgan. Ikkita holat uchun va bu temperatura ortishi bilan o'tkazuvchilik o'sishi yarim o'tkazgichning xarakterli xususiyati hisoblanadi. Yarim o'tkazgichning solishtirma qarshiligi temperatura oshishi bilan esa ikkinchi grafikimizda eksponensial qonun bo'yicha kamayib borishini ko'rib turibmiz. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, demak, taqiqlangan sohaning kengligi 1,2 elektronvolt kremniydan 0,8 elektron kalaygacha kamaytirilsa, xona temperaturasi elektronlarning konsentratsiyasi 9 tartibga oshadi. Germaniya temperaturasini 100 kelvindan 600 kelvingacha oshirsa, uning konsentratsiyasi 17 tartibga oshadi. Demak, bu bo'yicha demak yarim o'tkazgichlardagi tok o'tish mexanizmi bo'yicha video dars mashg'ulotimizni video dars o'sha nimamiz bor. Ya'ni shuni videosini hozir sizlar bilan birgalikda demak kuzatamiz. Demak, darsda foydalanilgan adabiyotlarning ro'yxati quyidagilardan iborat. Va ta'lim saytlari va internet resurslari quyidagilardan bo'yicha, demak, shu 9 ta sayt bo'yicha mana shu yarim o'tkazgichlar barcha xususiyatlari, umumiy elektrofizikasi, ya'ni kristallografik tuzilishi bo'yicha ma'lumotlarni shu saytlardan olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruzalarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.